Organizmda o't suyuqligini tutgan o'rni juda beqiyos deb baholasak ham bo'ladi. Chunki mana shu o't suyuqligini vaqtida ovqatga ajralib tushishi 12 barmoq ichak bo'shlig'iga qolgan hazm shiralarini to'laligicha yetilishiga sabab bo'ladi. Masalan, bu bo'lishi mumkin oshqozon osti bezi shirasi, 12 barmoq ichakni shirasi, oshqozondagi kislotalarni, ya'ni ovqatga aralashib tushgan kislotalarni to'laqonli ovqatni hazm qilishga yetilib berishi. Mana shu bilan isbotlab bersak bo'ladi. Va albattaki yetarlicha hazm bo'lib tushayotgan ovqat 12 barmoq ichak, ingichka va yo'g'on ichaklarga kelayotgan vaqtda ham mana shu yetarlicha hazm bo'lgan ovqat ichaklar bo'shlig'ida turib qolmasdan, achimasdan, mijg'imasdan, ya'ni bu natijasida gaz hosil bo'lmaydi, qorindan bo'lish ham kuzatilmaydi. Mana shu holatlar sizda yuzaga kelmaydi. Qachonki o't suyuqligi hosil bo'lsa, vaqtida hosil bo'lsa, vaqtida ajralib chiqsa. Shu bilan o't suyuqligining o'rnini asosan ovqat hazm qilish sistemasi a'zolarini ishida tutgan o'rni bilan belgilab bera olamiz.